Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz o'zbeklar, aziz turklar. Qandaysizlar, yaxshimisizlar? Xudo qilsin yaxshi ro'zlar, yaxshi kechalarni o'tkazgan bo'lsanglar. Aziz vatandoshlar, aziz tildoshlar, aziz turklar. Bizlar qancha yillardan beri zaxmi, shahid berib keldik. Ham Xudoni yo'liga, ham millatimizni yo'liga. Bizlar aytdikki, shu millatimiz bir joyga yetishsin. Bizlarni kallaxom deydilar, bizlarni chaponi deydilar, bizlarni u deydilar. Shu otlarni bularni ustidan ko'taraylik deb bizlar hamma o'zbeklar va turk millati berga jon fidoyini berdi, shahid berdi. Hamma narsani qo'ldan berdi. Ayni vatanni ham qo'ldan berdi. Aziz kattalar, ya'ni katta deyishim, sizlar o'zlaringiz bilasizlarki, hammalaringiz aytamiz, bizlar bir nafarda ot tutmaymiz. Ya'ni har kimki chavki deydi, o'shalar kattalar bo'ladi. Aziz kattalar, sizlardan bir xohishimiz bor bizlarni. Agar sizlarni qo'llaringizdan hech narsa kelmaydi, orom o'ltiringlar, og'izlaringizni ham ochmanglar. Agar qo'llaringizdan bir narsa keladi, tushinglar maydonga. Bizlar hanuz ham 500 million yo 1 million shahid uchun omadamiz. Yolg'on aytmayman. Mardimni qalbini oqib aytaman. Mardim shunday fikr qiladi, agar sizlar bir iqdom qilmasanglar, mardim shunday fikr qiladi, bular bizlarni sotdi, chaprosigacha o'zi bilan olib ketdi. Qolgan mardimi bechora, turkoy bechoraki Afg'onistonning ichida qoldilar, ular bechora bo'lib qoldi. Ne qizi maktabga bora oladi, ne oqliga ish bor, ne vatan o'z holatida. Joyini ham olib yotibdi, molini ham olib yotibdi, zaminni ham olib yotibdi, ko'ylagini ham olib yotibdi. 500 million insonni yo'lga shahid berdik va millionlar zaxmi berdik, millionlar mujoratli ketdik. Oxiram bizlarga mana shu keldiki, raballarimiz, kattalarimiz bizlarni tashlab o'zlari chiqdilar. Kissalarni ham puldan to'ldirib chiqdilar. Xo'p, vaqtiki siz bu millatni boshida o'ltirasiz, kissangiz ham puldan to'la